Örnek 30 ta daraxt ketadi bir sutklarniki. Mana pishgan hosili 30 ta daraxtdan mana 2 tadan qoldirganman. Ikkita har bitta daraxtdan. Ikkovi ham hosil bergan mana. Bu ham hosil bergan. Bu ham hosil bergan. Har bitta daraxtdan 2 tadan hosil beradi. 30 ta nihol ekilsa, o'shandan 1 yil ichida 2 tadan qoldirilgandan keyin 60 ta beradi, 60 ta hosil olsa bo'ladi. Har bittasi ham shu. Har bittasi ham shu 2 tadan hosil bergan. Mana bu hosil beray deb turibdi. Mana bunisi pishgan hosili. Bitta bana necha kilo hosil beradi deb juda ko'pchilik qiziqyapti. O'lchab ko'rsating deb. Mana hozir shuni o'lchab kesib o'lchab ko'rsataman. Shunaqa. Bitta bana 23 kilo hosil berdi. Bu birinchi yilgi hosili. Ikkinchi yil, uchinchi yildan hosil ko'payib 30-40 boraveradi yildan yil. Ko'payadi hosili. Har bittasi 2 tadan